Uyingizda bir dona tuxum bilan quyiltirilgan sut bo'lsa, ko'mir bo'lib chiqadigan shunaqa pechenye tayyorlab ko'ringlar. Xona haroratida erigan sariyog' yoki margarin, tuxum, chimdim tuz, shakar upasi, yog'ni solib ezib aralashtiramiz. Uni razrexlitsil solib yumshoqqina xamir qilamiz. Xamirni yong'oq tez uvalachalarga kesib olib, dumaloq qilib, xolodilnikka 30 minutga qo'yamiz. Xolodilnikdan olib, dumaloqlarni o'rtasini kesib, xohlasanglar forma bersanglar ham bo'ladi yoki shundoqligicha dumaloqligicha cho'p yordamida ustiga chiziqlar qilib 20 minutga qizigan duxovkada tepapasini yoqib, o'rta olovda qizargunicha pishirib olamiz. Orasiga quyiltirilgan sut surib, shunaqa yopishtirib olamiz. Ishoninglar, shunaqangi ko'mir bo'lib og'izda eriydigan pechenye bo'ladi. Retseptni yo'qotmaslik uchun videoni saqlab qo'yinglar, tanishlarga jo'natinglar. Ramazon oyi yaqinlashyapti, saharli, iftorli dasturxonlaringizga juda ham kerakli retsept bo'ladi.